Блин, у вас такие красивые. Спасибо. Ha? Yaxshi kelib qolding. O'sha qiz yo'q qoldimi? Ko'zingga faqat qizlar ko'rinadigan bo'lganmi? Universitetga qarang. Zo'r qilingan. Sani qizlarga qarab olsan deb o'yladim. Chiroyli qiz ekan, qara. O'zingni aqsovling bo'ldi. Aqsovli telefon ko'tarmayapmiz. Berchi. Chiroyli qiz ekan. Qaram chegasan buni. O'g'lim, sigaret qoldig'ini bu yerga tashlamang. Qani? 2 qadam yursangiz quti turibdi. Uzr. Hechqisi yo'q. Iloji bo'lsa sigaret chekmang, xo'pmi? Dokuz qavatli bino dedik, ha? Zinasi bor. Lift ham bor. Aqlli odam liftda chiqadi, to'g'rimi? Xo'p, hozirgi mana olayotgan biliminglar o'sha liftni knopkasini vazifasini bajaradi. Ustoz, o'sha zinadan tushayotgan odam Hayratga o'xshab ozmoqchi bo'lgandir. Nomla, bitta fikrda. Mana bilim deysiz. Lekin odamda soqqa bo'lmasa, tankiz bo'lmasa yoki birontasi meros tashlab ketmasa, hammasi bir tiyin nomla. Quruq gap. To'g'ri. Puling bor, mol dunyoing bor, merosing bor, kompaniyang bor, to'g'rimi? Lekin bilim bo'lmasa, ay shu ishlar qilasan, yeysan, ichasan, bir pasda yo'q qilasan, kasod qilasan, bankrot qilasan. Xo'p, noldan boshlaydigan odam o'z mehnati bilan katta muvaffaqiyatlarga erishsa, o'zining mehnatini qadrini biladi. Xo'p, mana bugungi darsimiz ham tugadi. Sizlarga ruxsat. Salom. Привет. Вам что-то нужно? Mani ismim Yor. Hozir siz bilan koridorda. Извините, я вас не поняла. Nimaga kechirim so'raysiz? Извините, я вас не понимаю. Sizni aybingiz yo'q deyapman-ku. Yana kechirim so'rasizmi? Sizda ayb yo'q. Молодой человек, я вас не понимаю. Ruscha tushunmaysizmi? Siz tushunmayapti. Kulgini yig'ishtiringlar. Ona gaplashadigan joy emas. Ismi nima ekan qizi? Bu qiz ismi Kristina. Jim bo'lasizlarmi yo'qmi? Bekorchilar chiqib ketsin. Sizga mazali, boyvachchan bo'lasiz. Xohlagan narsangizni xohlagan paytingiz ola olasiz. Endi Shohruh, adingiz o'zi nima ish qiladi? Biznesmenmi? Adam ular chet elda. Mani biznesimga ular umuman aloqasi yo'q. Bo'pti. Ishlarim bo'lmadi. Bo'lyapsizmi? O'zing kelgan gapni gapiravermagan. Bilmaysanmi? Shohvat onasi chet elda bo'lsa, bunaqa odamlar har kimga ham o'z haqida ma'lumotlarni beravermaydi. To'playim. O'rinlarini ko'rsatib qo'ydim, xotin. Ey, tantarqaganlar. Menga teng keladimi shular?
Manga-ya, manga! Dadasi qo'ying. Qo'ying shularni. Ular kim, siz kim? Tuvarli, itvachchalar. Qo'y bundaroq. Seni ham yo'qotishim kerak, tushundingmi? Sen ham ahmoqsan, ahmoq! Nimaga shaytonlamaysan? O'zingizni o'chiring. Shohruh, dadangga baqirma. Oyi boshim og'rib ketdi. Miyam charchab ketdi meni ham. Qachongacha o'zimdan boyvachchani yasab yuraman? Nimaga birovlardan mana unaqa qimmat kiyimlarni so'rab yuraman? Men ham odamman-ku. Uyga kelsam bu ahvolda tinchlik bor, baraka. O'char, xotin kishiga o'xshab baqirma. Jim bo'ling dedim sizga dada. Siz ham otasizda o'z ishchi, ha? Oyi, nimaga shu alkash inson bilan yashaysiz? Yo nima kerakmi shu inson sizga? Otang haqida bunaqa gapirishga uyalmaysanmi? Tez uzr so'ra otangdan. Voy, qayerda yuribsan? Bo'l tez-tez, tarelkangni ol, ovqatingni ye. Qulog'ingdagini olgin. A? Olib qo'y qulog'ingdagini, normalniy o'tirib ovqatingni yegin davomli. O'zini Maxsimum yoqmaydi sizlarga. A bunga bo'lsa, og'zinglarni ham ochmaysizlar. Ne sen menga osilosisan? O'chir ovozingni. Shahrizoda, qizim. Sen qiz bolasan. Keyin o'g'il bola. Unisiga hali yosh. Ada. Menga pul kerak. Pulga nima qilasan? Telefonimni almashtirmoqchiman. Telefoning binoydek-ku. Oldin o'qishingni bitirgan. Bitta ishga joylashgan. Pul topgandan keyin yangi telefonni olasan. O'zi sizlar bilan o'tirib hech narsani maslahatlash bo'lmaydi. Sen hozir o'qiyapsan qizim. Oldin o'qishingni bitirgan. Hamma narsalarga chalg'iyurmasdan. O'qiyapman. Bilib o'qiyapman. O'qiyotgan sahar. Men xonada bo'laman. Bezovta qilmasin hech kim. Ovqatingni yeb ket. Yemayman. Pul so'rasang joni chiqib ketadi. Qattan olaman endi pullar. Shahriy kelyapsanmi? Ko'chaga chiqa olmaysanmi o'zi? Klubdamiz. Sizlar kirib turinglar, men boraman hozir, yetib olaman sizlarga. Знаешь что? Если честно, я еще не женился. Я еще не нашел ту самую, которая затронет мое сердце, понимаешь? Муротака, я думаю, вы обязательно встретите свою достойную избранницу. Зачем вы меня позвали? Я начинаю большой проект. Твое лицо, твоя внешность, твоя прям фигура идеально подходит к моей героине. Но знаешь, у тебя не хватает актерского опыта. Если вы доверите мне, я справлюсь. Серьезно? Да. Sabi, iltimos o'rtoq. Berib turgin dorini. Ularga ketib vaqtim bor. Iltimos sendan. Bera qo'ygin. Doim men sen uchun pul to'lab beraman. Ammo boyvachcha yigiting nima bo'ldi? Unga hozir rol o'ynab turmasam bilmaydi. Qilib beraman dedim-ku senga. Hop. Max. Sulaymon Turunovich, azizim,
Bu axir skripka. Barmoqlaringizni noziklik bilan pardalar ustida yurgizib, notalar bo'yicha mana bu yerni nafis olib kelasiz. Tushundingizmi? Hop. Qani. Balki pulingizni qaytarib berarman. Pul kerak emas menga. Men o'rganishim kerak. O'rganmasam bo'lmaydi. Mana shunaqami? Tepadan, ha? Должна была быть другой персонаж. Какие люди, Кристина? Как ты, Шахри? Привет. Как дела? Не соскучилась? Нет. И клиентов не успела. Просто работаем вместе. Все с этого начинается. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Siz Murod Davidovchisiz? Ha, Siz olgan filmlarni mazza qilib tomosha qilamiz. Ayniqsa yaqinda olgan filmingizga 5 ketdik. Xursand. Shunaqa go'zal muxlisam bor. Agar bosh rollarga taklif qilganingizda yo'q demasdim. Qolaversa, Kristinada nomer bor. Yaxshi, demak Sanjar taniysiz. Kursdoshim. Yo'q, shunaqami? Unda tezkorlik bilan rasmlaringizni tashlab yuboring. Xo'p. Xo'p bo'ladi. Тогда я побежала. Пока. Пока. Не упускай свой шанс. Просто работаем, Шахри. Золотая рыбка. Видите? Nima qolsan? Kimni olyapsanmi? Yo'q. Ishing tomon. Bo'ldi. Tayyor. Shunaqa ham jon ovqat bo'ladimi? Yeysanmi? Bittasini tayyorlab ber. Hayot sevmayman bunaqa narsani. Tim bo'laysan men o'tirishingni ko'rib. Sanda shu ham yo'q. Men onamning qornida robotni ishni o'rganib tug'ilmaganman. Tushundingmi? Studentlik majbur qildi. Yodgor aytgancha. Sen men Toshkentga yurib turib yotoqxonada turasan? Chunki hech kim yo'q yetimman. Kechasan. Men bilmasdim. Alo. Jan yaxshimisan o'rtoq? Yo'qdek, tinchmisan? Kartangda pul yo'qmi? Pul qayerda o'rtoq? Qurib yotibman. Zarur bo'ldi. Sen rostdan adang bilan urushib qoldingmi, Yodgor? Uydan haydab yuboribdilar seni. O'rtoq, hozir vaqtim yo'q dedi. Keyin qaytarib yuborsam bo'ladimi? Hasan aka, Ha? do'stingiz Abror aka xat tashlab ketdilar. Qiz chiqa sotgan ekanlar. Iya. Taklifnomami? Kuyovli bo'layotgan ekanda. Yaxshi bo'pti. Birga boramiz. Farida. Bizni to'yimiz Abror akaning to'ylaridan kel avval bo'luvdi. Ha, esimda. Men esa sizga bir farzand ham tug'ib bera olmadim. O'zingni ayblama Farida. Ayb mendaligini bilasan-ku. Hali ham bo'lsa ket. Sizsiz yashaganimda allaqachon ketardim Hasan aka.
Taqillab turmagin. Babir ovqat chiqib qolmaydi o'tdan. Uchir og'zingni. Yodgor. Qo'ysang-chi. Puling yo'qligini bilaman. Bor. So'lsiga roltini ye. Roltini boshingda qolsin. Hayotda yemayman uni qarasan, tushundingmi? Yotib uxlab Garri. Necha marta ichish kerak? Garri emas, Qayrat deb. Uxlashga vaqt yo'q. O'ylayapman. Yo'q, roltini o'ylatib qo'yar ekanmi? Ustimdan pul yurmagan otlarimiz, qo'ylarimiz. Qarach ko'pdi. Unda nima qilib yursan, bu 8 kilo boshni ko'tarib. Qiyna. Men mol qo'ylaringni sotib turib, biznes qilsam bo'lmaydimi? Eng qizig'i ham shu yerda. Bu mol qo'ylar dadamniki. Orzularimga o'zim erishmoqchiman. O'zim karyera qilmoqchiman. O'zim pul topmoqchiman. Mani mahallamda hammasi otasining erka bolasi deyishadi. O'shadan qochib o'qishga kirdim. Bilin. O'ylamasam bo'lardi. Yana qornim ochib qoldi. Jigari qalisa, bizani universitetga o'qishga kiribsan. A, yo'q, xabarim yo'q. Shunaqa bo'lib qoldi. Men qara, ovqatlandingmi? Ustimdan rosan Mansur. Bilasan qanaqa holatda chiqib ketganimni? Asabimiz menga. Hozir asabingni to'g'rilaymiz. Men qara, chiroyli bo'lib kiyinda, bugun grefcha mendan. Tushundingmi? Seriozmi? Davay, sen keyinga men hozir общежитияdan kelib olib ketaman. Hozir chiqaman. Xo'p, davay. Alloh. Men roltining boshingda qolsin. Men kayf qilgan ketaman. Yodgor, mani olib ketgan o'rtoq. Yo'q, bormaysan. Olib bora qolgin. Yo'q, Men sivorsing aniq teshib chiqadi. Tushundingmi? Men shunaqa do'g ketgan bo'laman. O'rtoq, iltimos olib keta qolgin. Olib ketasanmi? Gari, qilasang-chi. O'rtoq, olib keta qolgin, iltimos, o'rtoq. Sen nima qilasan, o'tdi? Iltimos, olib keta qolgin. Voy, bo'pti, keyin. Qalay? O'xshadimi? Qo'y. Birga bir qo'ydingiz. Hech kim sezmaydi. Hali bu soxta imzolar bilan akamni shunaqa qarab tur. Mana shu kompaniyaning kreslasi meniki bo'ladi. Qadriga sizdan qo'rqaman juda. Men qo'rqasan. Nima, urug'ga o'xshaymanmi? Men bilan birga bo'lsang, yeysan oshingni. Men siz yursang, yeysan boshingni. Mujik. Nima qilyapman, nima qilyapsan ey? Bugun gref mendan. Наконец-то нормальный ovqat yeysizlar. Hatto roltinni hidi kelyapti sizlardan. Men normalniy ovqat yeyman. O'zing yaxshimisan? Normalniy. Amakim qalay? Yaxshi. To'xtanglar. Sizlar ikkalanglar qarindoshmisizlar? Jigari kim-ku bu meni? Qayrat. Mute degan knopka bo'ladi, bilasan pultni? Bo'ladi. Xo'p, davaychi. Sizlar ikkinchi etajga chiqib turinglar. Cho'tga jo'z zakaz qilganman. Hozir orqangdan chiqaman. Alo, ada. Shervatchi operatsiyasi boshlandi. Brat, liftga chiqsak bo'lardi-yu. Ikkinchi etajgami? Кристина? Ой, Sen nima qilyapsan bu yerda? что вы здесь делаете? Что ты здесь делаете? Вы пришли на ужин? Вы пришли на ужин? Не поняла, что ты говоришь? Qon qilding, brat. Кристина, не обращай на него внимания. Он просто недавно проснулся. А, поняла. Мы там часто бываем, посидим, да? А, я тоже пришла по делам с одним знакомым. Да? Хорошо. Пока.
Qarshi paka. Shotka qizim mana shu. Adashmasam bizani universitetda o'qiydi. Bo'ldi, ovqatlaninglar, yuringlar bolalar. Ovqatlaninglar. Qo'llaringiz tafti, naqd kecham yetib boryapti-yu. Shunaqa qaynoq qilaman-da. Kuydirib olmang yana. Ismingiz ham juda chiroyli ekan, Lola. Lola. Chiroylisan. O'zimga ham yoqadi. Siz nimadandir xotirda ko'rinasiz. Shunaqami Lola? To'g'risini aytsam, oyimni mazalari yo'q edi. Kasal odam dori-darmon degandek qarash kerak. Yaxshi doktorlarga ko'rsatish kerak. Endi bu yog'ini o'zinglar bilasizlar. Momo shunda bo'lsa oling. Gapni boydan beri cho'zib yotibsiz. Voy. Martagida ekansizlar. Rahmat kattakon. Judayam kamsiz. Mujikda. Mana qara Peter Griffin. Sen nima umringda bunaqa ovqat yemaganmisan bunaqa restoranlarda? Men bunaqa restorandan zo'rga borganman, tushundingmi? Samay Kristinani chaqiriblar qani? Nima qilasan uni? Gaplashmoqchiman. Qizlar bilan gaplashgim keldi. Qo'ysinchi Yodgor. Hozir zo'rg'a o'zbekcha gapiryapsan o'zi. Oldinga kelsa makkilab qolasan bo'ldi. Qisib o'tiraylik o'zimiz. O, Obelix. Bu qizani bittada o'riydi. Sen buni bilmaysan hali. Nima bu senga halam-balammi? Kerak bo'lsa ruscha ham gaplashaman. Kristinani ham o'rayman. Sen ishon? Qo'ysinchi Yodgor, qo'lingdan kelmaydi vashcha, o'rtoq. Sport o'ynaysanmi? O'ynayman. Davay. Agar o'sha qizni o'rasang, xonadagi hamma ishlarni o'zim qilaman. Tushundingmi? Kel sağa. Kesdim. Hozir ro'zda o'rayman, Kristina. Kechikding ham bugun. Ну вот, мы приехали. Спасибо за вечер. Спасибо вам тоже. Что вы делаете? Кристина, послушай. Если честно сказать, я влюбился в тебя. Если это шутка, то очень неуместная. Мне пора домой. До свидания. За конспектами спрятаны грезы, на перерывах признаний слезы. Ты улыбалась, и мир замирал. В тех студенческих днях я мечтал. Язык любви, глаза без слов, понятный сердцу среди умов. Без тебя все не так живо, говорит моя боль. Язык любви, ты навсегда в той весне, как кино, где счастье длилось совсем недавно. Я стал другим, но не перестал верить в ту, что меня так ждала. Язык любви, как эхо лет. Ты мой вопрос, ты мой ответ. Без тебя все не так живо, говорит моя боль. Язык любви.